Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasangizlar hafta kuniga yakshanba 18-yanvar Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Cobalt'lardan syomka qilganmiz. Oq, qora, mexanika, avtomat, yili yangi, eski har xil ranglaridan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishdi, kanalimizda mehmonlar, albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsangizlar, kommentariyaga yili bilan nomini yozib qoldiringlar. Xo'p, bugungi video roligimiz yili balantidan boshlayapmiz. 2024 mi? 2024. Yurgan 56 mi? 56. Gaz qo'yilmaganmi? Yo'q, gaz qo'yilmagan. Gaz qo'yilmagan mashina. Nima qilingan o'zi? Yumshoq malol bor, chiqolib bor, tonirovkasi bor. Ruxsatnomalari-chi? Bor, to'g'ri bor. 4 oygacha ruxsatnomalari bor. 56 ming yurgan, chexollar taqib qo'yilgan. Xo'p, bar qo'yilgan ekan. Bu trekerda bar qo'yilgan. Ha, 12 mi? treker bor. Treker bar qo'yilgan. Kraskasi qanaqa? 100%. Kapotida petnos. Ha, bo'ldi. Narigisini tozalaydi. To'g'ri, narigisi toza. Bunda mana o'zim ko'rsatib ketdi. Endi esimizdan chiqib qoladi va shu joyda petnosi bor ekan. Ichlariga o'tmagan. Ko'rib olinglar. Xo'p. Aka, biz qilib berasiz endi buni. Yaqin qilib aytib qo'ying. 11 mingdan ozgina tushib beradi. 11 mingdan ozgina barakasiga o'tib beriladi. Bunga nomga o'tkazmasdan yursa imkoniyati yo'q, bormi? nomga o'tkazib oladi. Kitobga bu narsa urib berilmaydi. Endi qilib bera oladi, endi o'tkazib olgan yaxshi. Imkon qadar nomga o'tkazib olgan yaxshi. Xo'p, mashinaga barter variant yo'llari-chi? Barter yash Devo mashinasiga bo'laveradi. Bor. Nomeringiz 93 93 434 434 44 66. 44 66 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2024 bitta shu kapotda petnosi bor ekan, ichlarini ko'rsatib o'tmagan. 11 mingdan ozgina savdo sunnatiga o'tib beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar. 2020 so'raganlarga mexanika korobka. Yurgani qancha? 109 ming. Xo'p, 109 ming yurgan. ABS konditsioneri, metan gazlari bor. Buni motor ходовой korobkalari yaxshimi? Zo'r. Salon holatlari. Mana 109 ming yuribdi. 109 ming yurgan. Yaxshi holatda ekan mashina. Metan gazi bor. Zapas balon pollari zavod holatda. 2020 109 ming yurgan. Metan gazi bor, yumshoq baloni bor. Kraskasi? Kraska toza, mashina dichka, rektorkasi bor mana. Karnizdami? Karnizdashi. Bo'ldi. Aka, nech pulga bermadingiz bugungi bozorda? Buni 9400 ga bermadi, Minarmanga. 9400 dollarga dehqonga sotilmadi. Siz obunachilaringiz bo'lsa, o'zi 96 mo'ljallab turibmiz. Siz obunachilaringiz bo'lsa o'tib beramiz. Bo'laveradi. Hujjatlarini general berasiz. Xohlagan dokumentni bo'ladi, notariusda pul sanaveradi. Bo'ldi aka. Variantga sotmaysizmi? Yo'q, faqat naqd pul asosida. Telefon raqamingiz 88 88 454 454 8505. 8505 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. 2013 dan davom etamiz. Mexanika korobka qora rangidan. Buni yurgani qancha aka? 129 ming deyapman, 128 ming deyapman. Xo'p, 129 ming yuribdi deyarli. 4-pokoleniya propani bor. ABS yo'q variant ekan. Ikkinchi paysi ekan. Xo'p. Balonlari yaxshi. Yurgani mana yiliga nisbatan ancha oz ekan lekin. Bir 129 ming yuribdi deyarli. Yurgani oz ekan-da. Gazi tabletga propan. Shumka qilingan mashina. 2013 ikkinchi paysa 129 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? 3 ta detalda, oldi kapotda, orqada monetda. 3 ta detalda. Narxi nech pul? Ey, narxi nech pul? Narxi yaqinroq aka. 6,5 ming kami bormi? Bermaganingiz bo'lmadimi, sir bo'lmasa aka? 5900 gacha pul ko'rdi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi aka? General chiqadi. Beraverasan generalni. Variantga sotmaysizlarmi? Yo'q, naqd pul yo'q. Faqat naqd pul asosida. Telefon raqamingiz 93 93 912 912 0985. 0985 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. Dehqondan Cobalt so'raganlarga navbatdagi Cobaltimiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan.
Hop, 2019 mexanika bu. Mexanika korobka, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Uni yurgani qancha? 338 ming yurgan. Balonlarni ko'ringlar. Shumka qilingan ekan, shumkasi bor. 338 ming yurgan. Kovrilari bor, linoleum qilingan, chexollari yaxshi holatda. Xo'p. Metan gazi bor, temir tollari shumka ekan. 338 ming yurgan 2019. Ikkinchi paysi Aziya mexanika. Kraskasi 30-40% bor. Suvagi butunmi? Butun. Narxi-chi aka? 78 ming beramiz. 7800 kelishiladi. Kelishidan baraka. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Gen chiqaveradi. Generalni chiqaradi. Xo'p, mashinaga barter variantchi Barter variant bor. Variant yo'q, barter bor. bo'laveradi. Barterga bo'laveradi. Nomeringiz 90lik 90lik 545 545 2292 2292. Bermaganingiz bo'lmadimi? bo'ldi. Nech pul sir bo'lmasa? 74-75 qilishdi. 7500 dollargacha pul ko'ribdi, aloqaga chiqarasizlar. 2019 ekan. 2022 navbatdagi Cobalt'imiz JKX svetidan. 2022 buni yurgani 54 ming. 55 ming bo'pti. ABS konditsionerlari bor. Gazi bormi yo'qmi buni? Gazi yo'q. Gazi yo'q. Yumshoq balon qo'yilgan. Ruxsatnomalari-chi? Necha oy? 3-4 oy tonirovka ruxsatnomasi bor. Mana 55 ming bo'lgan yurgani. Monitor qo'yilgan, ichki holatlari yaxshi. Shumka qilingan ekan-a? Shuma izolyatsiya qilingan. Gazi yo'q. 2022 55 ming yurgan JKX svetidan. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi kirila, eshi. O'ng tomonda 3 ta detalli. 3 ta detalda. Xo'p, narxi-chi? Narxi 9,5 deyapmiz, 92 lar beramiz deb. 9200 dollarlarga beriladi, xudo xolasa. Generalniy bo'laveradi. Generalniy bo'ladi. Variantgachi? Kelishamiz, ozmoz yetmay qolsa. Xo'p, telefon nomeringiz 99 99 020 020 66 66 62 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, azizlar, Cobalt'ni Midnight variantini so'raganlarga 2024-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bu 24 da oxiri bo'lsa kerak bu. Yurgani 11 ming bo'ptimi? Metan gazi bor. 11 ming yuribdi aka. 11 ming. Yangi balonlar. Balonlar yangi qo'yib qo'yilgan. Falcon Premium qo'yilgan ekan. Salon holatlari chexol taqilgan, linoleum qilingan. Yurgani 11800. Endi pulini bilmadim hali, lekin Cobalt'da mana shu yili balandlari qoralari endi trendga chiqyapti bari bu mashinalar ham. Buni gazi 90 talikmi? 90 talikdan pollari mana. Laminatsiya qilingan ekan. 2024 oxiri Midnight 11 ming yurgan. Kraskasi 100%. Narxi nech pul? 12.200 dan tushib beramiz. Nech puldan? 12.000. 12200 dollardan tushib beriladi. Hujjatlari-chi? Xohlagan hujjati bo'ladi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Variantgachi? Yo'q, daqiqa beramiz. Aka, bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, aniq bir aniq bo'lmadi. Xo'p. Mashinaga barterchi? Devo mashinalariga bo'lsa, Generalni chiqaradi. generalni chiqadi. Xo'p, bo'ladi. Telefon raqamingiz 93 93 434 434 44 66. 44 66 raqamlariga murojaat qilasizlar, azizlar. Abada qo'yilgan. 2018 navbatdagi Cobalt'imiz Trastoy varianti, ya'ni eng oddigi birinchi pozitsiya. Aka, buni yurgani qancha? 172 ming. Motor ходовой korobkalari-chi? Zo'r deb ko'rsatilyapti. Birinchi pozitsiya haydaydigan odamlar ko'p bo'ladi o'zi aslida, azizlar. Ko'cha-ko'yda ham ko'rib qolamiz. 172 ming yurgan, haligi yozda konditsioner ham ishlatmaydigan odam bo'ladi-da, shunaqa insonlar bor. Bemalol olib minsanglar bo'laveradi. ABS ham yo'q deyishlar mumkin. Lekin shunga yarasha puli ham arzonroq bo'ladi. 172 ming yurgan 2018. 18 birinchi. Kraskasi-chi? Ikkita petno, kapot uchida bor, eshikda tagida bor. Ikkita petno. Aka, yaqini necha pul puli? 78 kami bor. 7800 kamini qilib berasiz. Beramiz. Savdo qilmadingizmi sira bo'lmasa?
Yo'q, bugun bo'lmasa. Xo'p, faqat naqd pulgami? Ha, kelishamiz endi, chipcha yetmay qolsa ham kelishamiz. Yetmay qolgan summasini o'zingiz bilan kelishsa ham bo'ladi. Xo'p, nomeringiz 88 88 024 024 04 44. 0444. Aloqaga chiqaverasizlar. Generalniy bo'ladi dezim. Mana ma'lum. 2021 dan davom etamiz. 100 ming kilometr bosib o'tgan. 4-paketli propani bor. Bu 4-pozitsiya ekan. 4-pozitsiyada. 100 ming kilometr bosib o'tgan. Monitor qo'yilgan, to'g'rilari bor, linonim qilinmagan. yigirma bir. Bunda abagiref bormi yo yo'g'idanmi? Abagiref bor. Abagiref bor. Bor. 2021 100 ming yuribdi. Kraska qanaqa aka? Ash 10 kilo. Bitta oldi kredit Bo'ldi. Narxi nech pul yaqin aka? 10.300 dan o'tib beraylik. 10300 dan o'tib beriladi. Bermagani sir bo'lmasa. 97 ga beradi. 9700 gacha pul ko'rdi. Hujjatlari generalniy Hamma bo'ladimi? yo'q chiqaveradi o'zini. Variant barter imkoniyatlari-chi? Bo'laveradi. Kelishiladi. Telefon raqamingiz 90lik 90lik 770 770 0076. 0076 raqamlariga murojaat qilasizlar. Puli yengirog'idan davom etamiz. 2015 navbatdagi Cobalt'imiz. Nechinchi pozitsiya bu? 3-pozitsiyada mexanik. Rol tushib chiqadi. ABS konditsionerlari bor, 4-paketli propan. Yurgani 500 mingdan ko'proq ekan. Lekin motorasi o'tmaydi deyapsiz. Yo'q, motor rasodlari yo'q. Motorasi o'ti yo'q. 3-pozitsiya ekan. 3-pozitsiyada avtomobil 502 ming yuribdi. Gazlari propan ekan. 65 talik. 2015 puli yengirog'idan 3-pozitsiya. Kraska qanaqa? Yer bersa bor. Necha foiz deb qo'yamiz? 40% degani. 40%. Suvagi butunmi? Butun. Ustutunlari butun. Xo'p, narxi necha pul? 6,5 dan o'tib beradi. 6,5 ming kami bor. Bermaganingizchi aka? Yo'q, hali bugun dadil. Savdo qilmas hali. Xo'p, hujjatlari nima bo'ladi? 1 yilga keyin chiqadi. 300 bo'lsa yana yaxshi. Bo'ldi. Mashinaga barter variant yo'llari-chi? Barter qilamiz. Variant bera olmaymiz. Naqd pul ekanda asosan. Nomeringiz 91lik 91 602 92 602 92 44. 44. Aloqaga chiqaverasizlar. 2024 navbatdagi Cobalt'imiz qancha yurdi aka? 37 ming kilometr bosib o'tgan. 4-pozitsiyada ABS konditsioner, 4-paketli propan gazlari bor. Xo'p. Salon holatlari 4-pozitsiyada mana 37 ming yurgan, ko'biylari bor, linonim qilinmagan, chexol taqilgan. Gazi tabletkami yo kapsulalimi? Tablet. 48 talikmi? 2024 37 ming yuribdimi? Kraskasi? Toza. 100%. Xudo xolos 100%. Narxi necha pul qilib berasiz aka? Buni obunachilarimizga 11900 dan ozmoz o'tib beradi. 11900 dollardan ozmoz kamini qilib berasiz. Hujjatlari-chi? Xohlasa generalniy, xohlasa avtomobil. Variantga sotmaysizmi? Yo'q, variantni sotamiz. Mashinaga bartergachi Bor. kelishiladi. Nomeringiz 88 88 413 413 57 57 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2015 dan davom etamiz. Birinchi pozitsiya yevro varianti. 1 yevro. 1 yevro. Economizer, konditsioner, metan gazlari bor. Buni yurgani qancha? 292 ming. 292 ming. To'rtta balon yangi. 4 ta yangi balon. Motorasot? Yo'q, ya, birga. Yo'q. Hadovoy korobka? Yo'q. Zo'r. 292 ming yurgan. Gazi mana 90 talik metan. Qo'llari shunga qilingan. 2015 292 ming yurgan 1 yevro. Kraskasi qanaqa aka? Kapot ichida bor, orqa kirilarni kapotlarni asosiy. Ketma usulda. Ikkita petnomi? Narxi necha pul? 7000. 7300 kami bor. Savdo qilmadingmi hali? Yo'q.
Hujjatlari-chi? Bolasi keyin tug'asa, onasi 400 bor. Xo'p, mashinaga barter bor, ha? Bor. Variantgachi? Yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 93lik 057 057 44 99. 4499 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. 2022 navbatdagi Cobalt'imiz 2022 yurgani qancha? 55 ming yurgan. 4-pokoleniya propani bor, ABS konditsionerlari bor. Balonlari-chi buni? Balonlari mana. Yondan ko'ringlar, endi yangi mas'ul. Salon holatlari, chexollari yaxshi. 55 ming yurgan, o'rindiqlari isirgan. $55 ming yurgan aka mashina. Qirq sakkiztalik tabletga propan. 55 ming yurgan 2022. Kraskasi? Orqada bir qarich petnosi bor. Bir qarish petnosi bor. Narxi necha pul aka? 11 mingga beraman. 11 ming dollarga berasiz. Bo'ldi. Hujjatlari-chi? Chiqaradigan. Generalniy bo'laveradi. Variantgachi? Variantga 8 ming berganiga u yog'ini kelishamiz. Xo'p, bular Andijonga ham yo beraverasiz? Andijonga Faqat beraman. Andijonga kelishadi. Buni aytganimiz sababi azizlar, ovoragarchilik ko'paymasin deyapman, chunki qaysi viloyatdan syomka qilsak 99% holatlarni o'zingizlar tushunib olaveringlar, o'sha viloyatga variant beriladi. Telefon raqamingiz 90lik 90lik 204 204 00 00 89. 89 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2-3 payt. 2014 dan davom etamiz. Ikkinchi pozitsiyada ABS konditsioner, metan gazlari bor. Buni yurgani qancha? 400 dan aşağı var. 400 mingdan ko'proq yuribdi. Motor ходовой korobkalari? Zo'r hamma. Zo'r. Yurgani 446 ming ekan. Xo'p. Kraskasi qanaqa buni? Kapot 300 var, nimasi var. Alt beşiği de petron var. Ikkita petno ekanda bunda ham. Evet, tabii. Narxi nechi bu? Narxini 6800. 6800 kelishiladi. Savdo qilmadingizmi? Savdo qilmadingizmi hali bunga? Xo'p, hujjatlari keng bo'laveradi. Halası keyin tug'asa, halası ötküzüp olsun. Mashinaga barter bor. O'zim nomimga generalni qo'ydim. Generalni beraman, garajga qo'yib beraman. Xo'p, telefon nomeringiz 93 93 057 057 44 99. 44 99 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 185 yurgan. 2022 navbatdagi Cobalt'imiz 185 ming yuribdi. Pulni yaqinroq aytasizmi aka faqat? Motor asot qilmaydimi? Yo'q. Motor asoti yo'q, 4-pokoleniya propana bu. Aha, Propan. 4 avtomat ha bu. Ha, to'g'ri avtomat. 4-pozitsiya avtomat korobka. Tushmasangiz ham bo'laveradi aka. Yurganlikda ko'rsatib qo'ysang mana. 185 ming yurgan avtomat korobka, monitor qo'yilgan, chexollari yaxshi kovriklari bor, linoleum qilingan. Gazi tabletkami yo kapsulalikdanmi? Tabletkali. Yo, ochmay qo'ying bo'ldi. Yurgani 185 ming edi. 185 ming yurgan 2020. Petno bor mana shu yerda. Qayerda? Mana shu jindalarni petno bor. Bu. Narxi aka yaqinroq. 10,5 beraman. 10,5 kami bormi? Maktabga tushamiz. Bo'ldi. Hujjatlari-chi? Gen oformlangani hamma narsa bo'ladi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz 97lik 97 060 060 01 01 83. 83 bermaganiz bo'lmadimi aka? Ko'pachka bo'ldi. 10 ming dollarga berilmabdi, lekin kraskasi toza. 2022 avtomat, gazlari bor, propan. 185 ming yurgan aloqaga chiqaverasizlar.